Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Demak, bir kishi tushida Yer atrofida Oydan kattaroq, Yerdan kichikroq bir sayyora katta tezlikda aylanayotganligini ko'rgan. Keyin u Oyga borib urilgan. Oy O'zbekistonga qulagan, har xil rang-barang tuslarga kirib, tutun chiqqan. Alloh oyat bersin. Ha, Bilamizki, aslida Yerda atrofida bitta Oy bo'ladi. Agar o'sha Oydan boshqa Oy, yana bitta Oy u Oyga qarshi bo'lib, mana Oydan kattaroq deyapsiz, ya'ni turganini ko'rilsa, bu degani haqqa qarshi biror kuch degani. Haqqa qarshi kuchlar. Bugun mana davlat kuchlari, bu istixborot va hokazo, ana shu narsalar ana shu Yerda atrofida aylanayotgan Oydan katta sayyora degani. Ya'ni ular boshqarishga harakat qiladi butun yer yuzini, qo'yib bersangiz. Endi o'sha borib Oyga urilgani ma'lumki, har qanday haqda aytayotgan odam unga bular mana shu qo'yib qo'ymaydi, zulm qiladi. Oy o'sha haqda aytayotgan, da'vat qilayotgan olimlarga da'vat qiladi. Odamlarga yo'l ko'rsatayotgan olimlarga da'vat qiladi. Oyni borib urgani, Oy keyin yerga qulagani, O'zbekistonga qulagan. Qulashdan avval har xil rang-barang tuslarga kirgani. Rang-barang tusga kirish keyin ana shu zolimlarni zulmi sababdan odam rang-barang tusga kirishi degani. Ya'ni har xil gaplarni gapirishi, masalan, shularga endi ularni bir tinchitish uchun, ularni bir royasini qilibmi, chagagini o'chirish uchun, qo'polroq qilib aytganda, yaxshiroq qilib aytsa, masalan, ularga bir laganbardorlik qilish uchun va hokazo, ana shu maqsadlarda har xil gaplarni gapirishi. Ana shu rang-barang kamalak tuslarga kirish degani. Oy kamalak tusga, rang-barang tusga kirishi, ya'ni o'sha botil ahlini zarbasi sababdan o'zini yo'nalishini yo'qotib, rang-barang gaplarni gapirishi degani, tovlanish har xil tomonga. Yerga qulashi O'zbekistonga, endi o'sha Oy O'zbekistonga ketib qolishi mumkin. Bu endi tutashligi ham mana shu keyin fitnalik bir voqealar bo'lishi degani, tutun, ya'ni shubhalik bir ishlar bo'lishligi degani. Alloh ofiyat bersin. Allohu alam.